Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'p ijtimoiy tarmoqlarda kuzatamiz. O'qituvchilarga bo'layotgan munosabatlardan ba'zi bir holatlarda o'ta xafa bo'lib ketib qolamiz. Nimagaki, ularga munosib darajada qaysi ma'noda shart-sharoitlar yaratib bera olmayapmiz. Ularning haq-huquqi uchun kurasha olmayapmiz. Lekin hukumat tomonidan o'qituvchilarning haq-huquqini yana ham ko'tarish, ularga e'tibor, oyliklariga ancha avvalgi yillarga qaraganda e'tibor bo'ldi. 10 kun oldin menga bir noma'lum nomerdan telefon bo'lib qoldi. Uka, bitta masala bo'yicha maslahatingiz kerak, yordamingiz kerak deydi. To'g'risi, ish ko'pligidan dangasaligimiz tutib qolib, hozir vaqtim yo'q edi. Binas deyishga hayronman deb turdim. Ustozman deydi. Ustoz qayerdasan dedim. Sirasiz hamma ishimni tashladim-da, ustozlarga yordam berishga shoshildik. Endi nima muammoligini ustozning o'zidan eshitdik. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli kuzatuvchilar, mana men 2021-yilda subsidiya olganman. Shu subsidiya olish natijasida men uyli bo'ldim. Shu uy olganimda katta rahmat, mana viloyat rahbarlariga rahmat, menga yordam berganga rahmat. Uyli bo'lib oldim. Shu munosabat bilan uyli bo'ldim. Subsidiya olganim munosabati bilan. Mana endi shu subsidiyani pullarini vaqtida to'laganim uchun 2025-yil avgust oyida menga bank xodimlari tarafidan menga shunaqangi menga xat keldiki, unda aytyaptiki, sizga deydi bank to'lovlar to'xtatildi, subsidiya to'xtatildi dedi. Shundan keyin men hamma tashkilotlarga murojaat qildim. Shu 5-6 oy, 6 oy, 7 oy davomida yugurib yurdim, barcha tashkilotlarga bordim, hech qanaqa natija bo'lmadi. Undan keyin men shu ijtimoiy tarmoqlarda shu Jahongirbekni eshitdim, gaplarini, qilgan ishlarini ko'rib turib, men ham shu Jahongirbekka murojaat qiluvdim. Meni shu ishimni 6-7 oy davomida mana qilolmagan ishimni 10 kun davomida mana menga tugatib berdi, yakunladi. Katta rahmat bularga, juda xursandman. Bularni qilayotgan ishlari juda to'g'ri, oqilona yo'l olib boryapti. Men xursand bo'ldim. Mana 10 kun men bormagan tashkilotga men chakkandan yugurmadim. Endi o'zingizlar bilasizlar, shunaqa qiyinchilik, yugurish juda qiyinligini. Bular menga 10 kun davomida shu hamma ishlarimni qilib bergani uchun katta rahmat aytaman. O'zimga minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa, qolganlarda ham bularga murojaat qilishinglarni tavsiya qilib qolaman. Hozir ustoz 6 oy ichida subsidiyani to'lash to'xtatib qo'ygan edi-yu, hozir 6 oyligini to'lab berdim, qancha bo'ldi? Shu o'rinda aytib o'tib ketaman, juda to'g'ri. Mana menga shu 6 oy davomida to'xtatib qo'yilgan, 6 oy davomida emas, 1 yildan oshiqda to'xtatgan 45 million so'mni mana bular mana Jahongirbek boshchiligidagi ishchi nimalar, meni ukalarim, rahmat, shular tiklash berdi, bank qo'yildi. Mana Xudoga shukr, men endi hozir hech qanday yo'q, davom etyapti yana. Hozir qancha tushdi shunda Moliya vazirligidan bankka sizni hisob raqamingizga qancha pul tushirib berdi? 45 million 677 ming pul tushirib berdi. Xo'p, ustoz, sizga ham rahmat. Hech qachon charchamanglar, doim hammamiz e'tiborimizdasiz. Kuch quvvat tilaymiz. Doimo biz singari boshqaligi xalqimizga manfaatli bilim, ilm, farzandlarning kelajagini qilish uchun sizlarning xizmatinglar beqiyos. Shuning uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ustozlar doim e'tiborimizdamiz. Rahmat katta.